Kotex'ning onlayn fitness kurslariga barchangiz xush kelibsiz. Ismim Zarina, badiiy gimnastika bo'yicha sport murabbiyiman. Bugun sizlar va yangi boshlayotganlar uchun pilates mashg'ulotini o'tkazmoqchiman. Keling, ushbu loyiha kimlarga mo'ljallangani haqida gapirib bersam. Sport qiz bolaga yarashadi. Ushbu loyiha ilgari sport bilan shug'ullanmagan, ammo salomatlik va go'zallik izlagan barcha qizlar uchun ishlab chiqilgan. Mashqlarni bajarish uchun gilamchangizni hamda suvni oling va o'zingizga atigi yarim soatgina vaqt ajrating. Pilates bu uning asoschisi Yozef Pilates sharafiga nomlangan sog'lomlashtiruvchi mashqlar tizimidir. U tananing qor mushaklarini mustahkamlashga, qaddi-qomatni, egiluvchanlikni va koordinatsiyani yaxshilashga qaratilgan. Qor mushaklari bu butun umurtqa pog'onasi va ichki a'zolarni qo'llab-quvvatlash uchun qorin, orqa va tos mushaklarini birlashtiruvchi mushak korsetidir. Chigal yozda mashqlari va nafas olishdan boshlaymiz. Agar siz ilgari hech qachon sport bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, pilates boshlash uchun eng yaxshi variantlardan biridir. Chunki u fiziologik jihatdan xavfsiz va o'z tanangizni his qilishni o'rgatadi. Ushbu mashg'ulot turi Kotex bilan birgalikda o'z salomatligingiz va go'zalligingiz haqida qayg'urishingizga yordam beradi. Oyoqlar yelka kengligida, qo'llarni ko'tarib chuqur nafas olamiz va chiqaramiz. Yaxshi, yana 2 marta qaytaramiz, nafas olamiz va chiqaramiz. Va yana bir bor. Ajoyib. Nafas chiqaramiz, turdik. Boshni o'ng tomonga buramiz. 1. Bo'yinni chigalni yozamiz. Yana 2 marta. Ajoyib. 3 va 4. Yaxshi. Boshqa tomonga chigal yozdi qilamiz. 1 2 3. Ajoyib. 4. Yaxshi. Tizzani aylanma harakat bilan ko'tarish. Bu mashq tos son bo'g'imlarning harakatchanligini oshiradi va ularni yuklamadan oldin qizdiradi. Gavdani tekis tuting, tebramaslikka harakat qiling va muvozanatni saqlash uchun press mushaklarini ishga soling. Keyingi mashqqa o'tamiz. Tizzalarni aylantirib ko'taramiz va 1. Ajoyib. 4 martadan 2. Yaxshi. Yana 3 va 4. Boshqa oyoqqa almashtiramiz. 1. Ajoyib. Yana 2. Chanoq son bo'g'imi bilan ishlaymiz. 3. Ajoyib. 4. Bu mashqlarni uy yumushlaridan keyin uyda bajarish juda ham oson. Jismoniy yuklama kundalik ishlardan dam olishingizga yordam beradi. Chunki Kotex bu ayollar salomatligi haqida qayg'uradigan brend. O'tirib turish mashqi son va dumba mushaklarini mustahkamlaydi. Shu bilan bir vaqtda orqa mushaklarini ham ishga tushiradi. Tizzalaringiz oyoq barmoqlari uchidan oldinga chiqib ketmasligiga va qaddingiz tekis turishiga e'tibor bering. Oyoqlar yelka kengligida, qo'llar bosh orqasida o'tirib turamiz. Tizzalarga tirsaklarni tekkizamiz va 1. Yaxshi, ajoyib. 8 marta ketdik. 2. Yana super. 3 va 4. Yana ozgina qoldi. Ajoyib. 5 va 6. Yana 7 va oxirgisi 8. Yaxshi, turamiz. Ajoyib. O'tirgan holatda gavdani burish umurtqa pog'onasining bel qismini yumshoqlik bilan harakatga keltiradi va qorinning qiya mushaklarini cho'zadi. Oshqozon ichak tizimi va kichik tos a'zolari ishini yaxshilaydi. Oyoqlarni burayotgan vaqtda kuraklaringizni polga zich jipslashtirishga harakat qiling. Biz tanamizni mashg'ulotga tayyorlab oldik. Endi keyingi mashqqa o'tishimiz mumkin. Gilamchaga o'tiramiz.
Tizzalarni bukamiz va bel sohasini ichkariga va tashqariga buramiz. Demak, egilamiz. Egilamiz 1 va qaddimizni rostlaymiz. 2, yaxshi, bel tekis bo'lsin. Yana 3 va orqaga 4. Yaxshi, yana 5 va 6. Ajoyib. 7. Chanoq son bo'g'imi bilan ishlaymiz. 8. Yaxshi. Ortga cho'zilamiz, shu holatda qolamiz, cho'zilamiz, to'xtab turamiz. 8 soniya. 5, 6, 7. Ajoyib. Tiklanamiz. Yuzlik bu pilatesning tashrif qog'ozi hisoblanadi. Chalqancha yotamiz va tizzalarni shunday ko'taramizki, boldirlar polga parallel, tizzalardagi burchak 90 gradus bo'lsin. Bel qismi gilamgacha zich tegib turishi kerak. Nafas chiqarishda boshingiz, bo'yin va kuraklaringizni poldan ko'taring. Bu mashq butun tanangizni kuchli qizdiradi va pressning chuqur mushaklarini mustahkamlaydi. Yaxshi, orqa bilan yotamiz. Qo'llar yuqoridan tovonlarga qarab ko'tariladi va qaytadi. 8 marta qaytarishni boshladik. Va 1. Yaxshi, yana 2. Super, mushaklarni taranglashtiramiz. 3 va 4. Yana 5 va 6 hamda oxirgilari 2, 7 va 8. 8 shu holatda qolamiz, qotib turamiz, chidaymiz, yana press holatni taranglashtiramiz. Yaxshi, 5, 6, 7, yaxshi, tugatdik. 8. Dumba ko'prigi dumbalarni juda yaxshi taranglashtiradi va kichik tos a'zolarida qon aylanishini yaxshilaydi. Bu esa ichaklar faoliyatiga, ayollar salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi hamda beldagi yuklamani yengillashtiradi. Tos qismini asta-sekin ko'taring va asosiy og'irlikni bo'yinga tushirib qo'ymang. Polga yotamiz. Oyoqlarni polga qo'yamiz. 3 marta chuqur nafas olib chiqaramiz. Endi ikkinchisi va oxirgi chuqur nafas olish hamda chiqaramiz. Yaxshi, dumba ko'prigi mashqini bajaramiz. Qo'llar gilamchada yuqoriga cho'zilamiz. 1. Yaxshi, ajoyib yotamiz. 2. 10 marta qaytaramiz. Yana 3, 4. Yaxshi, 5, 6, 7, 8, 9. Yaxshi, 10 va yuqorida to'xtab turamiz, yuqoriga cho'zilamiz. Yana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaxshi, barakalla, tugatdik. Bu mashq pressning pastki qismini mustahkamlaydi va tos holatini nazorat qilishni yaxshilaydi. Oyoqlaringizni o'zingizga qulay bo'lgan balandlikkacha ko'taring. Agar qiynalsangiz, oyoqlaringizni tizzadan bukilgan holda tutishingiz mumkin. Ajoyib. Oyoqlarni polga cho'zamiz. Oyoqlarimizni 90 gradusga ko'tarib tushiramiz va press holatni taranglashtiramiz. Yana 2, 8 marta qaytaramiz. Barakalla va 3. Ajoyib. 4. Yaxshi. 5 va 6 va yana ajoyib. 7. Yaxshi va oxirgisi 8. Ajoyib, tushirdik. Endi dam olamiz.
Bu mashq qorin pressi mushaklarining chidamliligini va sonning orqa yuzasi dinamik egiluvchanligini rivojlantiradi. Tos barqarorligini ta'minlash uchun qorinning to'g'ri va qiya mushaklari maksimal darajada ishlaydi. Harakatlar aniq, oyoqlar esa imkon qadar to'g'ri va cho'zilgan bo'lishi kerak. Oyoqlarni 90 darajaga ko'taramiz va navbatma-navbat pastga tushiramiz. 1. Yaxshi, almashtiramiz. 2 va yana 10 marta qaytaramiz. 3. Ajoyib. Tayyorlanamiz, tushiramiz. Oyoqlarni tarang qilamiz. 4. Yaxshi ishlaymiz. 5. Yana ozgina qoldi. 6. Ajoyib va 7. Yana 8 va oxirgi ikkitasi 9. Yaxshi, tugatdik. Oxirgisi 10. Ajoyib. Juda yaxshi dam oldik. Oyoqlardan tutamiz. 1 va dumaloq holatga kiramiz. 12 dam olamiz, bo'shashamiz. Yana 1 daqiqa dam olish. Ajoyib. 3, 4, 5. Pilates natijasi sekin-asta, lekin barqaror to'planib boradigan mashg'ulotlar sirasiga kiradi. Muntazam shug'ullaning va gavdaning chuqur mushaklari mustahkamlanishi orqani qanday kuchli qilishini payqaysiz. Biz kamroq bukchayadigan bo'lamiz va o'zimizga bo'lgan ishonchimiz ortadi. Endi yangi zafarlarni kutish osonroq, shunday emasmi qizlar? Diyora kel Diyorova kabi jur'atli bo'lish va rivojlanish vaqti keldi. Yonboshlagan holda oyoqni silkitish mahib. Bu mashq sonning tekis chizig'ini shakllantiradi va o'rta dumba mushaklarini mustahkamlaydi. Shishlarni qaytaradi hamda oyoqlarni go'zal va xushbichim qiladi. Gavda tushib ketmasligi uchun belingizni poldan biroz ko'tarilgan holatda tuting. Yaxshi, ajoyib dam olamiz. Endi yonboshga burilamiz. Tirsaklarga tayanib olamiz. Yon tomonga oyoq siltash mashqini bajaramiz. Demak, oyoq tekis bo'lsin, bukilmasin va 1, yaxshi, 2, 8 marta qaytaramiz. Oyoqni cho'zamiz. 3, ajoyib. 4, gavdani tekis tutamiz. 5, oyoqni ushlab turamiz. Yana 6, shoshilmaymiz. 7, 8, yaxshi, ajoyib, tugatdik. Endi hammasini boshqa oyoqda takrorlaymiz. Yotamiz, yon tarafga yotamiz. Yaxshi. Chuqur nafas olamiz, nafas chiqaramiz va boshladik. 1, oyoqni tekisroq tuting. Yaxshi, yana cho'zilamiz. 2, ajoyib va 3, super. Yana oyoqni tekisroq tutamiz. 4, yaxshi, tugatdik. Yon tomonlama planka qorinning qiya mushaklarini va yelkalarni mustahkamlab, ingichka bel hamda ichki a'zolar uchun baquvvat mushak korsetini shakllantiradi. Butun yon qism ishga tushib, tana vaznini bir tekislikda ushlab turadi. Bo'g'im jarohatining oldini olish uchun tirsak qat'iy ravishda yelkaning pastida bo'lishi kerak. Yaxshi, ajoyib. Yonboshga yotamiz. Yonlama tarzda gavdani ko'taramiz va 1. Yaxshi, ajoyib. 2. Agar sizga juda qiyin bo'lsa, tayanib bajarishingiz mumkin yoki tayanchsiz bajarishingiz mumkin. Yana 3, 4, ajoyib. 5, 6, yana 7, 8, barakalla. Oxirida to'xtatib turamiz. Mushaklarni tarang qilamiz. Yana yiqilib tushmaymiz. 5, 6, 7, yaxshi, ajoyib. 8. Bo'ldi, ajoyib. Endi boshqa yonboshga o'tib olamiz va mashqni bajarishni boshlaymiz. Plankada yonboshda turish. Yaxshi, turdik. Tayyorlanamiz va boshladik. Yuqoriga ko'tarilamiz. 1, 2, yana 3, 4. Takrorlayman. Qo'lni pastga tushirib ham bajarish mumkin. 5,
6, yaxshi, 7, 8. Yiqilib tushmaymiz, turamiz, to'xtab turamiz. Yana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dam olamiz, 8. Yaxshi, ajoyib. Endi qorin bilan yotib olamiz. Qo'llarni oldinga cho'zamiz, boshimiz gilamchaga qaratiladi va yotamiz. Qorin bilan yotib hordiq chiqarish. Tananing oldi qismidagi mushaklar o'z vazningiz bosimi ostida bo'shashadi. Dam olayotgan vaqtimizda men sizga pilatesning ayollar uchun foydasi haqida gapirib beraman. Bu yerda kichik tos a'zolari mushaklari uchun juda ko'p mashqlar mavjud. Hatto homiladorlik ham mashg'ulotlar uchun monelik qilmaydi. Keyingi mashq kobra. Qaddi qomatni yaxshilaydi. Umurtqa pog'onasining ko'krak bo'limini va qorin mushaklarini mayillik bilan ochadi. Yelkalaringizni quloqlaringizdan uzoqlashtirib pastga torting. Bunda bo'yinni cho'zing va bel qismini qattiq siqib qo'ymang. Oyoqlarni imkon qadar birga tutishga harakat qiling. Yaxshi, ajoyib dam oldik. Qo'llarni gilamchaga qo'yamiz va belni cho'zgan holda yuqoriga ko'tarilamiz. 8 marta qaytaramiz va 1. Yaxshi, yana 2. Ajoyib, oyoqlarni birga tutishga harakat qiling. 3. Super, yana cho'zilamiz. 4. Yana ozgina qoldi. 5 va 6. Yana 7. Barakalla va 8. Yaxshi, dam olamiz. Superman mashqi butun orqa mushaklar zanjirini, orqa, dumba va sonning orqa yuzasini mustahkamlaymiz. Bu qomatning tik va tekis bo'lishi uchun ideal mashqdir. Bo'yinga ortiqcha zo'riqish bermaslik uchun pastga qarab turing. Qo'l-oyoqlaringiz bilan qarama-qarshi tomonlarga cho'ziling. Yaxshi, dam oldik. Endi keyingi mashqqa o'tamiz. Qo'llarni cho'zamiz. Oyoqlar tekis holatda. Ushbu holatda qo'l va oyoqlarni yuqoriga ko'taramiz. 1. Bo'shashamiz, yaxshi. Belni tarang qilamiz. Yana 2. Ajoyib. 8 marta qaytaramiz. 3. Barakalla. Yana chidaymiz. 4. Yaxshi. Va 5. Bo'ldi. Hammasi ajoyib. Bu qaddi qomat uchun juda ham yaxshi mashq. Yana cho'zilamiz. Oxirgi 8 va shu holatda to'xtab turamiz, chidaymiz va yana 2, 3, 4, 5, 6, 7 va tushiramiz. 8. Yaxshi, ajoyib, tugatdik. Bir oyoqni qo'lga olamiz, ikkinchisini ham qo'lga olamiz va oyoqlarni o'zimizga tortamiz. Shu vaqt dam olsa bo'ladi. 1 daqiqa yotamiz. Biz siz bilan anchadan beri shug'ullanyapmiz. Kayfiyatingiz qanday o'zgarayotganini sezyapsizmi?
Yaxshi, ajoyib cho'zilamiz va keyingi mashqqa o'tamiz. Qaytadan kobra holatiga qaytamiz va qo'l oyoqlarimiz bilan gavdani yuqoriga itarib, boshi pastga qaragan it holatini egallaymiz. Bu mashq umurtqa pog'onasining egiluvchanligini oshiradi va harakatlar muvofiqligini yaxshilaydi. Shuningdek, butun tanaga katta kuch va quvvat bag'ishlaydi. Bir holatdan ikkinchisiga o'tayotganda bel qismini pastga tushirib yubormasdan tana markazini mahkam tuting. Yaxshi, ajoyib. Keyingi mashqqa o'tamiz. Demak, gilamchada cho'zilamiz va 1 va bog'lam mashqi, pastga qaragan itni eslatuvchi holat 2, yaxshi, yana 3. Oxirigacha cho'zilishga harakat qilamiz va bu yerda yelkalarni bo'shashtiramiz. 4, 8 marta qaytaramiz, yana 5. Chidaymiz, tarang qilamiz. 6 va yana 7 va oxirgisi ajoyib 8. Yaxshi, tizzalarni qo'yamiz. 1, 2. Bola holatida yotamiz. Bola holatiga o'tamiz. Bu holat orqa mushaklarining chuqur bo'shashishini va sonlarning yumshoq cho'zilishini ta'minlaydi. Tos qismini imkon qadar bo'shashtirib, uni tovonlaringizga qarab yo'naltirishga harakat qiling. Bu mashq sonning tekis chizig'ini shakllantiradi. Kichik va o'rta dumba mushaklarini mustahkamlaydi. Tos barqarorligini yaxshilaydi hamda oyoqlarni yanada xushbichim va zich qilishga yordam beradi. Muhim ko'rsatma: gavdani tekis tuting, yon tomonga og'ib ketmang. Harakat aynan tos son bo'g'imidan amalga oshirilishi uchun bel qismining tabiiy holatini saqlang. Yaxshi, juda soz dam oldik. Turamiz. Endi chanoq son bo'g'imi bilan ishlaymiz. Demak, oyoqni yon tomonga ko'taramiz. 1, yon tomonga tekis qilib va tushiramiz. 2, har bir oyoqda 8 martadan, yana 3. Yaxshi, ajoyib. 4, ishlaymiz. 5, belni tekis tutamiz va 6, yaxshi. 7 va oxirgisi to'xtab turamiz. 8, ushlaymiz. Yaxshi, taranglashyapti. Ajoyib. 5, 6, 7 va tugatamiz. Boshqa oyoqqa almashtiramiz. Boshladik. 1, yaxshi, yana 2, ajoyib. 3 va 4, yana 5. Tizza tekis yon tomonga qarasin. 6, yana 7 va to'xtab turamiz. Holatni ushlaymiz. Yana 5, 6, 7. Yaxshi, tugatamiz. 8. Yaxshi, ajoyib, tugatdik. Qo'llarni oldinga cho'zamiz va ko'kragimiz bilan gilamchaga tegishga harakat qilamiz. Yotib dam olamiz. 1 daqiqa. Ajoyib. Belni cho'zamiz. Yana. Bu mashq yelka bo'g'imlarini samarali ochib beradi va orqaning yuqori qismini cho'zadi. Ko'krak qafasi yerning tortish kuchi ta'sirida pastga egilib, yelkalardagi zo'riqish va charchoqni chiqarib yuboradi. Muhim, tos qismini orqaga surib yubormasdan qat'iy ravishda tizzalar ustida tekis tuting. Ajoyib, shu bilan yakunlaymiz. Turdik, pastga qaragan it holatiga o'tamiz. 8 soniya. 3, 4, 5, 6, 7 va qo'llar bilan kichik qadamlar tashlab xotirjam yuqoriga ko'tarilamiz. Shuningdek, 8 gacha sanagan holda 3, 4, 5, 6, 7. Yaxshi, turdik.
Bu mashq boldirning nafis chiziqlarini shakllantiradi. Boldir va oyoq kafti mushaklarini mustahkamlaydi, muvozanatni yaxshilaydi hamda oyoqlarning yanada zich va xushbichim bo'lishiga yordam beradi. Yuklama teng taqsimlanishi uchun oyoq kaftining tashqi yoki ichki tomoniga og'irlikni tashlab yubormang. Shunday yaxshi, ajoyib. Mashg'ulotimizni oyoq barmoqlari uchidan ko'tarilish bilan yakunlaymiz. Demak, turamiz. 1, ajoyib. 10 marta qaytaramiz. Yana 2, yuqoriga cho'zilamiz. Yana 3, oyoq uchida ko'tarilamiz. Yaxshi. 4, ajoyib. 5 va 6, yaxshi, super. 7 va 8, yana 2 marta qaytaramiz. 9 va oxirida to'xtab turamiz. 1, turdik va turamiz. Chidaymiz. Yuqoriga cho'zilamiz. Yaxshi, yana ajoyib. Dam olamiz endi. Oyoqlarni kengroq ochamiz, chuqur nafas olamiz va nafas chiqaramiz. Va yana nafas olamiz. Ajoyib. Endi esa chiqaramiz. Va yuqoriga cho'zilamiz, nafasni tutib turamiz. Yana 3, 4, 5, 6 va nafas chiqaramiz. Yaxshi, ajoyib. Endi turamiz. Bugun o'zingiz uchun vaqt ajratganingiz juda ham yaxshi bo'ldi. Ofarin sizga. Vujudingiz allaqachon o'zgarishni boshladi. U yanada qayishqoq, baquvvat va egiluvchan bo'lib bormoqda. Muntazam ravishda shug'ullanishda davom eting va tez orada beldagi og'riqlarni unutasiz. Har bir harakatda ajoyib yengillikni his qilasiz va ko'zguda o'zingizni qomatingiz kelishgan va kuchli qiyofada ko'rasiz. Yarashadi by Kotex. Bu sizga har narsa yarashishi haqidagi loyihadir. Kuch, ishonch, ko'p qirralilik. Siz buni uddalaysiz. Keyingi mashg'ulotni o'tkazib yubormaslik uchun Kotex Telegram botidagi yangilanishlarni kuzatib boring.